Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga yangi tug'ilgan chaqaloq yo'talishi va uning sabablari va yechimlari xususida gapirib o'taman. Demak, boshladik. Avvalambor yo'talga sabab bo'lgan holat bu albatta shamollash hisoblanadi. Bu paytda eng muhimi bolani burnini ochish. Eng muhim qadam hisoblanadi. Chaqaloq burni bitganda to'g'ri nafas ola olmaydi. Shuning uchun yo'tal yoki bo'g'ilishga o'xshash holatlar bo'ladi. Bunda esa bizga birinchi yordamga tuzli eritma keladi. Bunga demak bizga tayyor fiziologik eritma yoki dengiz suvi chaqaloqlar uchun juda xavfsiz hisoblanadi. Bolani yonboshlatib yoki biroz orqa tomon engashtirib ushlaysiz. Har ikkita burniga 1-2 tomchidan tomizni 1-2 daqiqa kutasiz. Aspirator bilan ehtiyotkorlik bilan tozalash kerak. Hech qachon demak asbobni chuqur kiritmang. Faqat yuzaki shirimshiqni oling xolos. Albatta chaqaloqning burnining ichki qavatlari juda ham nozik bo'ladi. Aspirator yordamida esa siz buni zararlab qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun juda ham ehtiyotkor bo'lishingiz talab qilinadi. Uy sharoitida nafasni yengillashtirish usullari. Avvalambor xonani namlantirish kerak. Namlik 45-60% ni tashkil qilish kerak. Agar namlagich bo'lmasa, issiq suv bilan to'ldirilgan idish qo'ysa ham kifoya qiladi. Burun usti va peshoniga iliq kompress qo'yish ham yordam beradi. Bu shilimshiqning oqishini yengillashtiradi. Ko'p yotqizmang, biroz tik holatda tutqizing bolani. Agar burun juda bitgan bo'lsa, chaqaloq to'g'ri yotganda yo'tal kuchayadi. Yo'tal tutganda avvalambor nima qilamiz? Shamollagan chaqaloqlarda yo'tal odatda burundagi shilimshiq oqishi sababli bo'ladi. Avval aytib o'tganimdek, bola yo'talyapti, bu yaxshi holat, chunki shilimshiq chiqyapti. Vahimaga tushmang. Bola toza havo olsin, lekin sovuq havo emas albatta. Bolakayning yo'tali qachon xavfli hisoblanadi? Agar demak quyidagi belgilar bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qilish kerak. Ya'ni bola nafas olayotganda ko'kragi ichi botib ketishi, lablar ko'karishi, 38 gradusdan yuqori isitma, 3 oydan kichiklarda ayniqsa, bola ovqatni yuta olmay qolsa, juda tez nafas olsa, butunlay ovozi chiqmaydigan yo'tal bo'lsa agar darrov shifokorga murojaat qiling. Uyqu vaqtida yo'tala boshlasa esa darhol tik holatga keltiring. Burniga 1-2 tomchi tuzli eritma tomizing, orqasini yengil silab qo'ying. Agar natija bermasa, burunni yana tozalang. Bu o'tkir shamollagan chaqaloqlarda eng ko'p yordam qiladi. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.